Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlarim, azizlarim, opa-singillar, ota-onalar, yaxshimisizlar? Tinchmi? Allohning panohida yuribsizlarmi? Shu kun bir ikkita narsalarni Alloh bildirgancha sizga bildirishni joiz qildim. Farzandlarimiz haqida. Biz farzandlarimizga yoshlikdan Allohni tanitmay katta qildik. Allohning erta jazosi borligini, Allohning erta qiyomatda jazo berishini bildirmay katta qildikda, o'zimiz ham shunday katta bildik. Endi agar yoshlikdan bolangizga Allohni tanitib, erta qiyomatni tanitib, Allohni jazolashini bildirib katta qilsangiz, qariganingizda bu o'zingizga foyda. Chunki Alloh Qur'onda oyatlari bor. Otangga uf dema, otangga qara degan oyat bor-da. Siz qariganingizda jekmaydi, urushmaydi, so'kmaydi siz bilan. Har xil narsalar sizga nisbatan gapirmaydi, sizga mehribon bo'ladi. Chunki Allohning hukmi bor. Tavrotda Alloh aytdi, agar ota-onangga qarasang, yaxshi qarasang dedi, yerdagi umringni uzaytiraman dedi. Bu Musoga kelgan 10 ta oyatning biri shu. Iso alayhisalomga ham kelganda, Injilda ham ota-onaga qarash, Qur'onda ham ota-onaga qarash juda muhim rolda o'ynaydi. Shu uchun sizga qarash uchun siz uni yoshligidan Allohni tanitib katta qilishingiz kerak. Agar siz uni Allohni tanitib katta qilsangiz, u zino ham qilmaydi qiziz. O'g'lingiz jinoyatchi ham bo'lmaydi, birovni haqqidan qo'rqadi. Allohdan qo'rqqan banda jinoyat qilmaydi. Zino qilmaydi, birovni haqqini yemaydi, firibgar bo'lmaydi. Biz Allohdan uzoqlanib ketdikda, hamma narsa o'zimizning qo'limizdan keladi, o'zimiz qilib bilamiz, o'zimiz tarbiya qilamiz dedikda Allohga suyanmay qo'ydik. Natijani ko'rib turibsiz. Natijani ko'rib turibsiz. Mana aytishim shart emas, hamma joyga zino, hamma faxsh, o'g'irlik, birovni haqqini toptotmaslik, ota-onani urishlik, ota-onani so'kishlik, hamma narsa bo'ldi. Bu shaytonga ergashgandan. Biz yoshligidan Allohni tanitmasak, Allohni bildirmasak, uni shayton yo'ldan uradi. Shu uchun yoshligidan Allohni bildiring. Allohni borligini, birligini bildirib katta qiling. Allohni erta jazolashini bildirib katta qiling. Yana yoshlarga aytingki, birinchi sevishda Allohni sevish kerak. Hozir mana xafa bo'lmasin dada, endi bitta ikkita ahli ilmlar Mavlud oyida, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning tug'ilgan oyida Muhammadni jumalarda bordi, Muhammadni sevmasangiz iymoningiz bo'lmaydi dedilar. Mana xafa bo'lmasinlar, noto'g'ri gap bu. Sevish faqat Allohga nisbatan. Allohni sevganlar menga ergashsin deb ayting, ey Muhammad dedi Alloh oyatda. G'oyibona sevish Allohga nisbatan bo'ladi. Payg'ambar, ko'p payg'ambarlar kelgan. Lekin yagona muhabbat Allohga nisbatan bo'lishi kerak. Agar siz Allohni sevsangiz, Alloh ham sizni sevadi va gunohlaringizni kechiradi deyapti Alloh oyatda. G'oyibona seving, borligiga iymon keltirsangiz, Allohni sevib, Allohga muhabbatingiz Allohga bo'lsin. Muhabbat dunyoni qutqaradi degan gap bor eskidan, ha. Qutqaradi, faqat Allohga bo'lgan muhabbat dunyoni qutqaradi. Boshqa muhabbat dunyoni qutqarmaydi. Shu uchun yoshligidan bolalaringizni Allohni tanitib, borligini, birligini, erta gunoh qilsa, zino qilsa, jazolashini aytib katta qiling. Allohga iymon ketkizib, yoshligidan Allohni bildirsangiz, Allohga muhabbat qilishni bildirsangiz, erta qariganingizda o'zingizga sharoit yaratgan bo'lasiz. Shu uchun sevganda o'zingiz ham hamma iymonli musulmonlar Allohni seving. Chunki bizga Muhammadni sevishni buyurdilar. Bitta joylarda, hamma joyda emasdir, men eshitgan joylarda Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarni seving. Payg'ambarni qiyomatda oldiga bo'lgisi keladi. Payg'ambarni oldida bo'lgimiz keladi deydilar-da, Allohning oldida bo'lgisi kelmaydimi? Allohning visolini ko'rgisi kelmaydimi? Qiyomatda o'sha jannatga kirib. Mana bu narsalarni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Muhabbat faqat Allohga nisbatan bo'lishi kerak. Shu uchun adashib ketmanglar, birodarlarim. Yoshlarni katta qilib, Allohni tanitib, Allohning borligini, birligini bildirib, erta jazo kuni aniq tayinligini bildirib katta qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.